Men olayotganim yo'q. Unda nima qilyapsiz? Shu muammolarni niqob qilib oilangizni tashlab ketdingiz-ku? Kamron aslida akangiz emas, siz mas'uliyatsiz odam ekansiz. Xo'sh, unda qaytib borib, o'sha muammolarga ko'nikib yashashim kerakmi? Bu sizni hayotingiz. Uni hal qilmaslik sizning qaroringiz bo'ladi. Lekin bunaqa ovloqqa qochib kelib, hammadan berkinib olganingiz bilan muammolaringiz hal bo'lib qolmaydi. Xo'sh, aqlli xonim. Sizningcha, men nima qilishim kerak? Uyga qayting. Yo'q. Qaytmayman. Yaxshi. Bu nima? Oling. Buni Farruh akamning uyiga borgan kuni topgan edim. Mana bu yerdagi iz sizni o'zingizni ko'ziga o'xsharkan. Balki ikkalasining bir-biriga bog'liqlik joyi bordir. Lekin sizga hamma narsa baribir-ku, to'g'rimi? Mayli. Omon bo'ling.